Uchga bo'lib o'tganligimiz sababi mana shu o'quvchilarimiz siqmay qoladi, davramiz kichkina deb turib uchga bo'lib o'tganman tadbirlarni. Mana hozir ko'ryapsizlar, shunda ham joyimiz ozroq torliq qilyapti. Xo'p. Hozir boshlashdan oldin mana Desanov marhamat. Mana dutum bilan qo'pqop bolalar uzun kelgan ana. Nilufar Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, aziz o'quvchilar. Bugun juda ham bir maktabning boshlanishi, tugashi juda quvonchli bo'ladi edi-da. Qarab turibman, 11-sinflarimizda ham o'quvchilarimiz 10 ta, 15 tadan oshmaydi, bugun 3 tasini bo'lib ketibdi. Mana shu 11-sinf o'quvchilarimizni
mana mustaqil hayotga, haqiqiy hayotga qadam qo'yish arafasi. Ko'pchiligimiz oliy o'quv yurtlariga, ko'pchiligimiz kasb hunar o'rganib, tadbirkorlik yoki bir kasbni egasi bo'lib, hayotda o'z o'rnini topishni tilakdoshman. Mana hozirgi muhtaram yurtboshimiz sizlarga mana 11-sinf bitiruvchilar, umuman 25-may bitiruv kechasiga bag'ishlangan bir anonsi bor, ma'ruza qilgan, shunday yozgan. O'zbekiston, ya'ni 3-renessansni poydevori albatta bu yoshlarimiz deb. Bu bejizga aytilmagan. Chunki davlatimizda, ya'ni O'zbekistonda 3-renessansni quradigan yoshlar sirasi. Kelajakda mana oliy o'quv yurtlariga kirib, davlatimizni, jamiyatimizni, oilamizni nufuzini ko'tarishda, o'z hissalarini qo'shishda tilakdoshman. 9-sinf o'quvchilarimizni ham, ya'ni bular ham mustaqil hayotga qadam qo'ygan. Kasb hunar texnikumlariga, akademik litseylarga o'qish tilakdoshimiz. Kelgusida bular ham juda ham bir nima deydi, 66-maktabni nufuzini butun O'zbekistonga, butun dunyoga tarqatib etishda xizmatlaring beqiyos bo'lishini tilakdoshim. Hamisha ishlaringizga muvaffaqiyat, omad tilaymiz. Kelgusi ishlarda ham hamma rivoj tilaymiz. ishlaringizda katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Sızlarını yolunu gitmeyerek bize neseler ki sevdim. Oy bütün alem sen danırsın. Her zaman ve her gün herkes sevgilim. Oy bütün alem sen danırsın. Geç zaman küsmeye ki sevgilim. Oy bütün alem bizden danırsın. O yana bu yana
resmiyetli sevgilim. Koy bütün alem bizden danırsın. Koy bütün alem bizden danırsın. Ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar 25-may kuni fursatidan foydalanib 66-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinflariga o'zimning ezgu tilaklarimni bildirib qolaman. Shu fursatdan foydalanib o'zimning 9 yillik sinfdoshlarim, qadrdonlarimga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular uchun bir she'r o'qib eshittirmoqchiman. Yillar quvib o'tdi yillarni, tashlab ketdi yoshlik bag'ritosh, eslab yursin ushbu kunlarni, unutmagin meni sinfdosh. Ulg'ayibmiz shuncha yil birga, bugun yillar kirmoqda tilga, biroz alam to'lmoqda dilga, unutmagin meni sinfdosh. Maktab tomon shoshmaymiz endi, darslardan ham qochmaymiz endi, sho'xliklarni qilmaymiz endi, unutmagin meni sinfdosh. Ko'zda yoshni tiya olmayapman, bu qanday his bilolmayapman, yig'layapman, kulolmayapman, unutmagin meni sinfdosh. Endi menga aytmaysan sira, yur maktabga boramiz deya, ostonaga ayrildik zo'ra, unutmagin meni sinfdosh. Katta hayot boshlanar sekin, endi bilim olmaymiz degan, hayotda ne bo'lsin lekin unutmagin meni sinfdosh. Xayr maktab sinfxonalar, bugun senga to'lar nolalar, to'g'roqni chaling bolalar, unutmagin meni sinfdosh. Aziz sinfdoshlarim, sizlar bilan o'tgan shu kungacha bo'lgan xotiralarni hech qachon unutmayman. Sizlarga 9 yillik xotiralar uchun kattakon rahmat aytaman. Shu fursatdan foydalanib sahnaga mening birinchi o'qituvchim Komila ustozim va 5-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan, biz uchun qancha asablar ketgan, sochlari oqargan Kelgar ma'limni ham sahnaga taklif qilaman. Gözleri mende